Xorazm maqom ansamblining rahbarlari aka-uka G'ofurjon va G'ulomjon Eshonovlar rahbarligidagi bo'lib o'tgan tadbirda mana ustoz va shogirdlar uchrashdilar. Ana shu jarayonda biz ham bo'lib, ijodkorlar va muxlislardan fikrlarni olganmiz. Ana shu joyda Hofiz Komiljon Bobojonov fikr yuritdilar. Komiljonning ismi ham shu Komiljon Hofizning hurmatiga qo'yilgan ekan. Bularni alohida bir e'tirof qilib o'tdilar. Hozir ana shu joydan lavhalarni, fikrlarni havola qilsak. Marhamat, bizning kuzatishda davom eting. Ne afetler ki bulmuş rüzgarım, isle külküldür, hatadır gel duman etse, emiri hoş geldin değil, cihanda her ne kimse, gel bulur uzat için değil, şikayet kılmayı ki ben sıra sen asla ki ne senden duray ne benden ne şarkı ki neler geldi. Komiljon ustozning bizlar nevara shogird hisoblanamiz. Chunki teatrda Bekjonaki Otajonov Komiljon ustozning shogirdlari bilan birlama bir sahnada rollarni ijro qilib, ashulalarda sirlarini o'rganishga muvaffaq bo'lganman. Yurining asnosida mana shu ustozlar haqida so'rab qo'yardim-da. Atanazoxun bu kishining otalari xonlik davrida juda yechilishi qiyin bo'lgan masalalarga shu kishiga murojaat qilib yechilgan. Chunki ikki dunyo ilmini egallagan desa bo'ladi-da bu kishilarni. G'azallar yozganlar. Atanazoxun mashvarat o'tkazadigan bo'lsa, qandaydir bir muski tadbir, shoirona mushoira kechasi o'tkazadigan bo'lsa, Hojixon Baltoyev matpanotalarni, Qarratovlarni, Bolabaxshi Abdullayevlarni, Sheroz otalarini albatta shu davraga chorlar ekanlar. Shu Hojixon ustozlar 30 yosh deb faraz qilsak, shu payti Komiljon ustoz 15 yoshlar payti bo'ladi. Ana bog'liqlik qanday boshlangan? Ustoz shoirlik rishtasi bu kishining otalaridan ustozlarga mehrini oshirish mana shu joydan boshlangan. Albatta, keyinchalik ustozlardan eshitganimiz Bolabaxshi Abdullayevga shogird tushganlar. Komiljon ustozlarni yozib, qo'liga tarini berib, Komiljon ustozga sen hofizlik yo'nalishida ham ijro qilsang bo'ladi degan gapni aytganlar deb ustozlardan eshitganimiz bor. Bizning ota-onamiz ham shu Komiljon ustoziga nisbat qilib Komiljon qo'yishgan. Sharjodan kelishim bo'lgan, chaqaloq paytimiz, yig'i ko'p bo'lgan. Ovozimiz ham, tovushimiz ham endi shu vagonda juda bir larzaga keltirganda, aynan shu vagonda Komiljon ustoz kelayotgan ekan. Charchagan bo'lgan ustoz, tinmasdan hadeb go'dak yig'laversa, bu onasi bormi buni? Ha bir sutini bersin. Belki olib keling buni deb oxiri meni ko'tarib onam olib kelgan ekanlar. Buncha yig'latding bu bolani, bir qara. Shunda dedi, mana shu joyimni bosib, Komiljon bo'ldi ismimni, Komiljon qo'yasan deb aytgan gapi bor ekan. Bu onam Alloh rahmati menga aytib ketgan edilar bu gapni. Endi uyimiz haqida men ta'rifga tilim ojiz. Haqiqatan bu yerda ko'rib turganimiz eksponatlar deymiz. Bu kishining tarixiy ana suratlari, o'zi hayotda bosib o'tgan izlari shunday ko'rinib, shunday bir eksponatlar bilan boyitilgan. Aksariyati men e'tibor qilsam, ustozning qo'li tekkan narsalar. Yashab o'tgan xonadonlarda shu. Har gal kelib shu ziyorat qilganda ko'nglimiz tog'dek jo'shib, yaxshi taassurot bilan ketamiz shunday. Yorgan yedirmezdim serada hengay Hoşu sınılan ustadır mendim şempa